Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayı 12-ci iyun günü məxsus çağırışnamə elan qılıb, chet ellərdəki Uyğur təşkilatlarımızdan, siyasi fəaliyyətçilərimizdən və avam xalqımızdan 5-ci iyul Ürümçi qırğınçılığının 14-cü illigini bütün dünya miqyasında keng ko'lamda xatırlashni talab qildi. Qurultayning chaqiriqida mundaq deb ko'rsatildi. 5-ci iyul şehitlərini, cümlədən Şərq Türkistan xalqının erkinligi və hörlikini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botir o'g'il qizlarimizni yod etish, ularga ehtirom bildirish va Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarata rəhimsizlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchilik oldida fosh qilish bo'lsa, biz chet ellarda yashayotgan barliq Şərq Türkistonliklarning vijdoniy, insoniy va milliy burchimizdan iborat. Ürümçi qirg'inchiligining 14-ci illigini bütün dünya miqyasida keng ko'lamda xotirlash orqali kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchiligini, besim va zulm siyosatini, shundaqla milliy mavjudligi tarixdan buyon ko'rilib boqmagan darajada jiddiy yo'qolish tehdidiga duch kelayotgan xalqimizning yurak sadosini dunyo jamoatchiligi taxim unumli va jonli shaklda anglatishimiz, Ürümçi qirg'inchiligining 14-ci illigini xotirlash faoliyatini bütün dunyo miqyosida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi zo'r ko'lamli norozilik harakatiga aylantirishimiz lozim. Ürümçi qirg'inchilik yuz bergan 5-iyul kundan 7-iyul kunigacha dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'urlar agar o'z turishliq davlatlarining qonuni yo'l qo'ysa, uyining balkonlarga va mashinalarga birdek holda Şərq Türkistanning ayıltuzluq ko'k bayrog'ini qadashga tirishishi va bu orqali o'zlarining Xitoyga bo'lgan noroziliklarini bildirishi lozim. Bütün Şərq Türkistan tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimizdan va avam xalqimizdan 5-iyul kundan e'tiboran 3 kungacha o'zlari boshqarayotgan internet saytlarini, ijtimoiy taratqularni qaraytishini va rangsiz shaklda davomlashtirishni talab qilamiz. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan Ürümçi qirg'inchilik yuz bergan 7-oyning 5-kundan boshlab bir haftagacha to'y-to'kin o'tkazmaslik, o'ltirish va turli shakldagi ko'ngil ichish faoliyatlarini elib bormaslik orqali o'zlarining 5-iyul shehidlariga bo'lgan ta'ziyasi va hurmatini izhor qilishni iltimos qilamiz. 5-iyul kuni dunyoning har qaysi ellarida 5-iyul shehidlarini yod etish, ularning ro'yi uchun nazar chiroq va duo takbir faoliyatlarini uyushtirishimiz lozim. Bo'lib namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz bu faoliyatga alohida ahamiyat berishi, hozirdan e'tiboran buning tayyorlik xizmatlarini jiddiy boshlashi lozim. Aziz qarindoshlar, vatan ichidagi xalqimiz shuncha zo'r besim, tahdid va qirg'inchiliklarga pisand qilmay, butun millatimizning erkinligi va hurlik uchun aziz jonlarini qurbon qilyotdi. Dahshatli qorong'u zindonlarga va nasis lagerlarga mahkum bo'lyotdi. Şoňa biz erkin döwletde ýaşawatgan barlyk Uygurlar vatan içidäki halkymyz bilen bir ten bir gäwde bolup, ularnyň kaygısyga ortak boluşymyz lazım. Milli goruryňyzy, wijdanyňyzy, vatanperwerligiňizni we imanyňyzy synaýdygan peýt geldi. Şehitlerimizning haq hörmeti üçin hiç qandaq bahany sebep görsetmey, dünýä miqyasynda ilip berildigan 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligining 14-nji ýyllygyny hatırlaş faaliýetlerine aktivlik bilen gatnaşyşga gaýrat qiling. Qırgızistan prezidenti Sadir Japarovning bu yıl 18 may günü Xitoyning Xi'an şäherinde ötküzilgen Xitoy O'rta Osiyo dövlet başlyklary ýygyny mezgilide Xitoy rahbary Xi Jinping bilen aýrym kelişim tüzüp, atalmış Şərq Türkistan terrorluk güçleriga qarşı küreş qilish, Xitoyning Şinjan siýasatyny qollaş we gumanlyk kişilerini Xitoyga ötküzüp berişke wada qilganlygy aşkarlandy. İlgilenişçe, Qırgızistan Xi'andagi şu qatımlıq ýygynyga qatnaşgan O'rta Osiyodagi sobiq Sovet ittifoqy jumhuriýetleriniň içinde Xitoy bilen imzalagan kelişimde Şərq Türkistan terrorluk güçlerini tilga algan we gumanlyk kişilerini Xitoyga ötküzüp berişke wada qilgan birden-bir döwlet eken. Bu yılның 18 ve 19 may günlerdeki Xi'an ýygynyga Qazaqstan prezidenti Toqayev, Tajikistan prezidenti Rahmanov, Türkmenistan prezidenti Berdimuhamedov, Özbekistan prezidenti Mirzayev ve Qırgızistan prezidenti Japarovlar qatnaşgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining to'g'rida e'lon qilingan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, shu qitimliq yig'inda prezident Japarovning Xitoy bilan imzolagan 11 moddalik yangi strategik sheriklik kelishimining oz degan 3 moddasi Sharq Turkistonga chetishlik bo'lgan. Kelişimni Qırgızistan taraf Xitoy Xalq Cumhuriyeti hökümetining Şinjan Uyghur Avtonom rayonundagi har qaysi millatlar madaniyatining ko'p xilligini va diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash jihatdagi tirishchanligini yuqori darajada muayyanlashtiradiganligi, Xitoy tarafining Şinjanda bexatarlik, muqimlik va taraqqiyotni qo'g'dash uchun qo'llangan tadbirlarni qo'llaydiganligi ta'kidlangan.
Kelishimde yana ikki tarafning bexatarlik hamkorligini cho'nqurlashtirish qo'shilganligi, ikki taraf kasbiy organlar o'zaro almashtirishni kuchaytirib, istixborot va uchurni o'rtoqlashish, chegarani kontrol qilish, cho'ng faoliyatlarning bexatarligi, gumonli kishilarni qaytarish va mudofaa qatorliq sohalarda hamkorlikni, Sharq Turkiston terrorlik kuchlarini o'z ichiga olgan terrorlik, radikallik va bo'lgunchilikdan iborat uch xil kuchlarga o'rtaq zarba berish, ikki davlat va rayon bexatarligi ham muqimligini qo'g'daydiganligi bildirilgan. Kelishimde qayd qilinishicha, ikki taraf yana pul yuvish, zaharlik chekimlik, qurol yaroq atkazchiligi, tor jinoyati, chegara halqagan tashkillik jinoiy harakatlar, qonunsiz ko'chmanlar harakatlarga zarba berdi ekan. Qirg'izistonning atalmish Sharq Turkiston terrorlik kuchlariga qarshi turishda Xitoy bilan zich hamkorlashganligi hayron qolarlik taraqqiyot bo'lmasimi, lekin prezident Japarovning kelishimda gumonli kishilarni o'tkazib berishga va'da berishi diqqat qo'zg'amoqda. Siyosiy kuzatuvchilar bu kelishimning Qirg'izistonning bundan keyin Uyg'ur siyosiy faoliyatlariga qarata tig'im qattiq cheklim qo'ydiganligining signali ekanligini bildirmoqda. Amerikadagi nopuzliq kishilik huquq tashkilotlaridan Erkinlik saroyining dokladida ko'rsatilishicha, Qirg'izistonning 2021-yilgi asos qonun islohoti huquqning prezident Sadir Japarovning qo'liga to'planib, parlamentning rolining ozlashishini kuchaytgan. Bu yana Qirg'iziston Davlat xavfsizlik komitetining huquqining kuchayishi, o'qitish ovozlarining bostirilib, adliya mustaqilligining ozilishi va axborot erkinligiga bo'lgan kontrollikni kuchaytgan. Xitoy Qirg'iziston yangi strategiyalik kelishimidagi Sharq Turkiston terrorlik kuchlarining kimlarni ko'z tutganligi kishilarga aniq bo'lsa-mu, lekin kelishimdagi gumonli kishilarning kimlarni ko'z tutganligiga qarta hech qanday aniqlik berilmagan. Navbatda kelishimdagi bu xil mujmal hukmlar kishilik huquq tashkilotlarida bu davlatga Uyg'ur panohlanuvchilarining bexatarligiga qarta andish qo'zg'amoqda. İspaniyadagi qo'g'duvchilar tashkilotining faoliyat direktori Laura Hartning ko'rsatishicha, bu kelishim Beijingning Uyg'urlarni chegara halqib bostirishini davomli kengaytayotganligi, ba'zi hokimiyatlarning uning bilan hamkorlashish qo'rqinchli darajada hozir ekanligini namoyon qildi ekan. Kelishimdagi diqqat qo'zg'aydigan yana bir nuqta shuki, Qirg'izistonning Xitoy izchil ta'kidlab kelgan kishilik huquq tushanchisini qabul qilishidir. Kelishimda ikki taraf birdek o'z davlatining amaliy ahvolini chiqish qilib, o'z xalqining ehtiyojiga uyg'un kishilik huquq taraqqiyot yo'lida izlanadi. Kishilik huquqni siyosiylashtirishga, vositalashtirishga, qo'sh o'lcham qo'llanishga qat'iy qarshi turdi. Har qanday bir davlatning demokratiya qimmat qarashini suiiste'mol qilishi, demokratiyani qo'g'dashni bahona qilib, kishilik huquqni egilik huquqli davlatlarning ichki ishlariga aralashishga vosita qilishga qat'iy qarshi turdi deb hisoblaydi deyilgan. Qirg'iziston Xitoyning O'rta Osiyo Jumhuriyatlari ichidagi ikkinchi cho'ng savdo sheriki bo'lib, uning 1992-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoy bilan bo'lgan savdosi 180 hassa oshgan. Xitoy qurilish to'g'rida e'lon qilingan bir maqoldan ma'lum bo'lishicha, Qirg'izistonning Xitoy bilan bo'lgan savdosi 2022-yili 15 milliard 500 million dollarga yetib borgan. Navbatda Qirg'izistonning Xitoyga qarz qaytarish kuchi bo'lmasa-mu, lekin davomli Qirg'izistonning tosh yo'l, elektr stansiya va temir yo'l qurilishini qarz puli bilan ta'minlamoqda ekan. Qirg'iziston Moliya ministrligining oshkorlashicha, navbatda Xitoy Qirg'izistonning eng chong qarz egasiga aylangan bo'lib, 2022-yili Qirg'iziston tashqi qarzining 40%ni degidek Xitoy ekanligan. Prezident Japarov Xi'an yig'inida Xitoy shirkatlarining Qirg'izistonga texim ko'p mablag' silishini umid qilib, Qirg'izistonning mol kon boyliqlaridan va'z etgan bo'lsa-mu, lekin mutaxassislar Qirg'izistonning Xitoy bilan bo'lgan quyuq munosabati uning siyosiy sistemasiga avarchilik ilib kelishi mumkinligi, Xitoy shirkatlarining Qirg'izistonni ko'payishi aslida xiyonatchilik va parxorlik eg'ir bo'lgan Qirg'izistonda xiyonatchilikning va parxorlikning texim kuchayishi, muhitning texim nacharlashiga yo'l ochadiganligini ogohlantirmoqda. Xalqaro kechirim tashkilotining Kanada tarmoqi Kanada hukumatining Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, keyinroq qamoq jazosi 20 yil qisqartirilgan Kanada fuqarosi Hüseyin Jalilning masalasini qayta kun tartibga elib kelishini talab qilgan. Kanada axborot agentligining xabar qilishicha, navbatda Xalqaro kechirim tashkiloti Kanada tarmoqining fidoyilari Kanada hukumatining maxsus vakil tayinlab, Hüseyin Jalilni qutqizish uchun faoliyat boshlagan. Kanada axborot agentligi Xalqaro kechirim tashkilotining oldingi saf fidoyilaridan Wolf Rolandning Ottawa bilan Beijingning munosabati cho'nqur diplomatik so'g'uqchilik davrida turgan bir vaqtda 17 yildan beri Xitoy turmusida yetayotgan Hüseyin Jalilni qutqizishga yetakchilik qilayotganligini bildirgan. Wolf Roland Kanada agentligiga mundaq degan: Bu deloning butkul jarayonida jug'rafiyalik siyosiy davolg'ishlar bo'ldi. Ammo bizning vazifamiz faqat Kanada hukumat amaldorlarining diqqatini bu ishga markazlashtirish va ularni davomli ishlashga undash bo'ldi. Sharq Turkistonning Payzvat noyisidan bo'lgan va 2001-yili Kanadaga kelib, 2005-yili Kanada fuqaroligiga o'tgan Hüseyin Jalil shu yil O'zbekistonga tuqqan yo'qlashga borganda tutqun qilinib, Xitoyga o'tkazib berilgan.
u keyingi Xitoy hukumati tarafidan muddatsiz qamoq hukm qilingan. Bu jarayonda Kanada hukumati Xitoy bilan ko'p qatim so'zlashgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumati izchil uning Kanada fuqarosi ekanligini e'tirof qilishni, shundaqla Kanadaning diplomatik yordamiga erishishni rad qilgan. Kanada agentligining bildirishicha, ilgari Husayn Jalilning ayoli va farzandlari uning Sharq Turkiston guruh tuqqanlari orqali Husayn Jalilning ahvolidan ancha-muncha xabar olib turgan bo'lsa-mu, lekin 2016-yildan keyin barliq aloqa uzilib, uning oqibatidan hech qanday xabar bo'lmagan. Xitoy hukumati 2016-yildan keyin Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lager, turmalarga qamagan. Shundaqla Uyg'urlarning chet el bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlagan edi. Ma'lum bo'lishicha, bir qism Kanadaliklar yaqinda imzo to'plab, Kanada parlament a'zosi Garnet Genius orqali Avam palatasiga sungan. Shundaqla Kanada hukumatidan Husayn Jalilning qo'yib berilishi uchun bir maxsus vakil tayinlashni talab qilgan. Dünya Uyghur Qurultayı Diniy ishlar komiteti qurultay vakillariga murojaatnoma yo'llab, ulardan bu yillik qurbonlikni bir qism davlatlarda qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizga atashni talab qildi. Dünya Uyghur Qurultayı Diniy ishlar komitetining mudiri Mutallib Qurban apandimning imzosi bilan yo'llangan murojaatnomada mundaq deyilgan: Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy zulmidan qochib Tailand, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Misr, Türkiye ve O'rta Osiyo davlatlarida panohlanib turayotgan qarindoshlarimizning bir qismi og'ir iqtisodiy qiyinchilik ichida yashamoqda. Bo'libmi vatanimizga va Xitoyga qo'shni davlatlardagi qarindoshlarimiz Xitoyning og'ir tahdidi ostida bo'lg'achqa ishlab turmushni qamdash imkoniyati yo'q. Shuning uchun Dünya Uyghur Qurultayı Diniy ishlar komiteti yillardan buyon iqtisodiy ahvoli yaxshi davlatlarda yashayotgan qarindoshlarimizdan va turk qarindoshlarimizdan zakat, fitr, qurbonlik va har turli yordamlarni to'plab, turmush qiyinchiligida qolib qolgan bu qarindoshlarimizga yetkazib berib kelmoqda. Bu xayrli xizmatlarimizni davomlashtirish maqsadida bu yil yana qurbonliklarni to'plab, qiyinchilik bor qarindoshlarimizga yetkazib bermoqchi. Shunga bu murojaatnomani avatdik. Dünya Uyghur Qurultayining bir vakili bo'lish sifatingiz bilan bu murojaatnomaga ovoz qo'shishingizni va qurbonligingizni Diniy ishlar komitetiga berishingizni talab qilamiz. Bir qurbonlikning bedeli o'rta hisob bilan 150 yevro. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.